Sizlarning iliqi cho'qinadigan bir etgan naqshi etiveradigan, yangidan bir naqshi etib bermaydigan Sevinich, Pivinich, Yulduzxon, Pultuzxon degan cho'lponlaringlarni ekepto shirkatlarning pul topaldinglarmi deb doyingda zopin ishlab qo'ysam nima degan tillab ko'ranmidi, chichanmidi, siyanmidi deb zopinlarimni tushirib jibo qilib shunaqa qilib aytgantinglar. Endi-chi qonuniy advokatlarni chaqirib pinglonjinimga qonunga xilop ma'no gibi onda qaymanda qaytib ketgantinglar. Qanday bo'ldi oxiri? Shenchon naqsh etib beramidimi sizlarga naq maydon? Voy naq maydon naqsh etib beramidi, do'yin qanaqshni qo'yib berdi deb degan shu demiga etmaganinglar qilmay teklif qilgan shirkatlarni söküp chiqib tushundiringlar deb xuddi bir sizlarga qazib qolgandek sazayib ketibsizlar-ku. Qanday men degandek bo'ldimi? Qanday bo'ldi oxiri? Ashla bo'ldi. O'zimizning cho'lponlarimiz o'zimizga yetib oshdi. Mayli bizning cho'lponlarimiz nima ish qilishdan qat'iy nazar o'zimizga yetib oshdi. Mo'minjon ablikimmi o O'zbekistonga chiqib, Qozog'istonga chiqib, sahna chiqib naqsh etganda bir qattimmi birdan loyon naqsh etmay, sap shenchon naqsh etib kirgan. Yeni naqshlarni etganni etivermagan. Güzellik ayım deganni. Ay liqi ash naqshni qayerlarga ketib qolding yarim meni deganni-chi? Sizlarning sevinichinglardan bizning Güzel Nurqosim umlaroq aytadi. Aşkı derhalde shenchon aytib, jonliq tetik aytib, xil ko'nglimizni xo'sh etalaydi. O'zimizni ko'tarsanlar nim bo'pti, ha? O'zimizni ko'tarsanlar nim bo'pti. Shu shirkatlar o'zimizning cho'lponlarni akilib taklif qilib, o'zimizning cho'lponlarning kechaligining beltini setib, naqmaydan naqsh etib, pul topsa, cho'lponlarni pul topsa, sizlarni xo'sh bo'lsanglar bo'lmamdi? Haqning podiqini azroq ko'taramiz. Haqning podiqini bek ko'taribsanglar, ba'zan taksi qilib unda beshinglarni bek ko'taribsanglar, oqibatda xayjigan pulinglar ichinglar ag'rib qoladi. Shunga haqning podiqini azroq ko'taringlar, balla ma'qulmi? Aldirab, saldirab, bir odamning tengipiga shet deb shundan tep ketmanglar. Oqibati shundan chiqadi shu. Besiqda shu ish qanday bo'ldi? Pingni jo'miz yetinglar balla. Xabar deb qolay.